Aka, yangi mashina bormi? Qo'ying aka. Xo'p, do'stimizda yangi ulov. Nima, Midnightmi bu? Avtoulov. Midnightmi bu? Haqiqiysi. Necha yil aka buni? MCM emas, bu eski. MCM bas. Necha yil aka buni? 25. 25. Holatlari zo'r, yangi salohanlar. Yurgan qanaqa? 1100. 1174 kilometr ekan. Yurgani Jaloniga tushimisiz? 25-yil. Bu holat kraska Kraska toza. toza. Benzin. Holatda turibdi. Xullas hali nima? Ochilmagan hech qati. Bitta ochinchi kapotini, bitta ko'raylik. Oh, kapoti ham masli. Nima qilib qo'yishmagan, anaqa sepib, xana-xuna qilib qo'yishmagan. Menimcha o'sha salafani ham o'sha zavoddan chiqqan salafan bo'lsa kerak. Diskalar o'ziniki hamma yo'q. 1174 kilometr yurgan ekan. 25-yil, kraskalari top toza. Nech pul aka? 13 ming aka. Bo'lar. 13 ming qilib bersak bo'larmikin? 13 ming. 13 ming. Aka, menimcha bunaqalar 13,5 sotilyapti bozorda oxiri. 13,400 sotilyapti. 1000 kilometr yurib qo'ydi. Ha, ming nimasi? Aybi. 98lik 101 1500. Заводской Midnight. Qiziqqanlar bo'lsa, yangi mashina minaman deganlarga bemalol telefon qilaverasizlar. 98lik 101 1500.